Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayit günü namazdan çıkıp sahabeler bilen ketiyetseler bolalar oynayotgan joydan chiqib qoldilar. Hayit kuni bolalarini yaxshi kiyintirib, tuyalariga mingashtirib, tuyada o'ynatayotgan otalar ko'rib zavq shavqlari kelib turuvdi. Banogoh bir chekkada yig'lab o'tirgan bolaga ko'zlari tushdi. Peygamberimiz Muhammed sallallohu aleyhi ve sellem bolani oldiga kelib, nimaga bolalar bilan o'ynamay o'tiribsan? Nimaga yig'layapsan? Ya Resulalloh, otam jihodda shahid bo'lgan. Onam boshqa erga tegib ketdi. O'gay ota menga kiyim olib bermadi. Uni o'rniga uydan ham haydab chiqasdi. Otam bo'lsa meni ham tuyaga mindirib, yangi liboslar kiydirib o'ynatardi deb ko'nglim uzilib yig'layapti. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men otang bo'lishni xohlaysanmi? Oyisha onang bo'lishini xohlaysanmi? Fatima opang bo'lishini xohlaysanmi? Hasan Husan jiyanlaring bo'lishini xohlaysan? Yig'lama bolam, men otangman. Tuyangiz yo'q dedi bolaligiga borib. Nimangizga mindirasiz? Ana ular tuyasida mindirib yuribdi. Bola, men senga shunday zo'r tuya bo'laman, chiq ustimga. Yetim bolani yelkalariga o'tirg'izib ko'tarib yugura boshladilar. Tuya lo'killab yuradi, lo'killamayapsiz deganda sarvari olam tuyadaqa lo'killab yurish qildilar. Tuyalardan bir ovoz chiqadi. Af, af degan ovoz. Bu hatto arab tilida kechir degan ma'noni ham bildiradi. Af. Ularning tuyasidan shunday ovoz chiqyapti. Siz nima jimsiz deganda Muhammad sallallohu aleyhi ve sellem af, af deb ovoz chiqardilar. Shunda Cebrail aleyhisselam kelib, ey Allohning rahmdil habibi Muhammad Rasul Akram sallallohu aleyhi ve sellem, yana bir marta af desangiz olamga o't ketadi. Bu Muhammed sallallohu aleyhi ve sellem'ni yetimlarga, yig'lab turgan bir go'dakka befarq qaramaganlarida bolani shu erkalatib uylariga olib ketib, uylarda u bola tarbiya ko'rdi. Lekin afsus, bir yil o'tgandan keyin Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem bu dunyodan u dunyoga rihlat qildilar. Shunda bola yana ham qattiq yig'laganda Hazrat Abu Bakr raziyallohu anhu kelib, ey bolajon, faqat bugun sen emas, hammamiz, barcha musulmon olami yetim bo'ldi. Shunday insonlarni hayotda ko'ramanki, namoz o'qing desa kechasi bilan o'qib chiqadi ham. Har kuni ro'za tuting yo kunara ro'za tuting desa qiladi ham. Lekin bir yetimga rahm qilib usti bosh olib berishga qorni og'riydi.